Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi fuqarolarga mart oyida kutilayotgan bir oylik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Mart oyida O'zbekistonda yana qor, yomg'ir yog'adimi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bu yil mart oyida ob-havo qanday bo'ladi? O'zgidromet ogohlantirdi. Mart oyi boshida ob-havo bahoriy beqaror ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Bahorning birinchi kuni ko'pchilik viloyatlarda ob-havo harorati 12-17 daraja iliq bo'ladi. Quruq bo'lishi kutilmoqda. 2-martda O'zbekiston hududiga janubiy g'arbdan nam havo massalari kirib kelishi boshlanadi. Respublika bo'ylab yomg'ir yog'adi, tog'li hududlarda qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'ladi. Keyinchalik ob-havoning birinchi 10 kunligi oxirigacha yog'ingarchilik davri bo'lmaydi. Tekis hududlarda tanaffus bilan yomg'ir yog'adi. Tog'oldi va tog'li hududlarda esa qor yog'ishi mumkin. Mart oyining 2 va 3 10 kunliklarida harorat kechalari